Ovqatlanadi, tuxum qo'yadi, boshqa hech narsa qilmaydi. Tuxum qo'yadi, ketadi, u bilan qaytib ishi bo'lmaydi. Ishi bo'lmaydi umuman. Mana shu ishchi arilar hammasi. Mana oyoqdagi gulchanglarni qarang. Bu arilarning oziqasi bolalarni. Mashalloh. Bu daraxtlardan yig'ib olib kelyapti. Gullardan, har xil. Nimadan bo'lsa? Siyoh rang bo'ladi, qizil bo'ladi, har xil. Zotli g'umbagida olib kelganmiz. Mana bugun qo'yganman, mana qarang. Mana ko'rinyapti. Mo'ylovlari chiqmoqchi bo'lyapti. Mana bu ari yordam bermoqchi bo'lyapti. Ochib yordam beradi. Mana bu hammasi rasplot bo'ladi. O'z quramachasiga, joydorchasiga. Joydorcha tuxumda bu. Mana shu hammasi ari chiqadigan, asalari chiqadigan tuxumlari. Mana yopib tashagan. Yopilganda. Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkor olami kanalimizning ashaddiy muxlislari, hurmatli asalari, ishqibozlari. Aziz yurtdoshlar, biz Toshkent viloyati Angren shahridamiz. Xudo xolasa hammamizga muhim bir axborot sifatida Alloh taoloning bir mo'jizasi asallarlar haqida ma'lumot berib o'tib ketmoqchimiz ushbu video roligimizda. Mana mashalloh. Xudo xolasa akalarimizdan mana shu asalari borasidagi muhim bir axborotlarni, yangiliklarni sizlarga qo'ldan kelgancha yetkazishga harakat qilamiz. Qolgan ma'lumotlarni akamiz o'zlaridan olamiz. Videolarni boshlashdan oldin mana akalar like tugmalarini bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Sababi mana shunday yaxshi ma'lumotlarni sizlarga yetkazib borishga harakat qilamiz. Siz bizga obuna bo'lsangiz mana shu biz chiqargan videolar doim birinchilardan bo'lib sizlarga yetib boradi akalar. Bo'lmasam biz video roliklarimizni boshladik. Aziz obunachilar, bu tomonda mana Shavkatxon akamiz, mana shu asalarichilik bilan shug'ullanib kelayotgan akamiz. Bu kishi To'rabek akamiz, hammamiz tanigan, bilgan dehqon bog'bon akamiz. Assalomu alaykum. To'rabek aka, assalomu alaykum. Zulfiqor aka, hurmatli tadbirkor olamining muxlislari, podpischilar, mehmonlar, like'larni bosib, podpiskani bosib turgan bo'lsangiz, bugun asalariga keldik. Yotib olib, sekin tomosha qiladigan joy bu. Xudo xolasa. Bu safar mavzu o'zgardi deng-da. Assalomu alaykum Shavkatxon aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog' salomat. Siz yaxshimi? Dehqonchilik emas, nima deydi buni? Asalarichilik qalay bo'lyapti? Zo'rda. Allohga shukr, mana Yaxshi bo'lyaptimi? sezon boshlandi. Endi arilarni o'ynab yurishni qo'rqqandan ho'nqol Shavkatxon aka shlyapasini ham olib qo'ydi. arilar chaqmaydi, xudo xolasa. Chaqmaydimi? Yo'q. Chaqsa keyingi safar kelmayman aka. Chaqmaydi. Zulfiqor akani ham bormang aka deyman. Hozir bolalar bog'chada bolalar ham ichida o'ynab yuraveradi buning ichida. Tegmash kerak iloji boricha. Teginsa chaqadi, lekin o'zini-o'zi chaqmaydi, xudo xolasa. Ali chuqalansang, qarochi. Shunaqa. Quvvaradi bitta. Quvadi, bor deydi. Aka, bu asallarni bizga tushuntiring-da, o'zi bu mana bu yashik nima, nega bunaqa ikki xil? Nima o'zi bu? Bu yashiklar arilarni sotuv uchun. Bir joydan ikki joyga olib borish uchun. Shu xolos. Tagdagi yashiklar asalari boqish uchun. Misol uchun bunda tayyor bo'lgan arilaringizni olib turib bunga qamaysizda. To'ppa-to'g'ri, kimdir so'ragan insonlarga olib borib beramiz. Menga misol uchun bitta oila kerak. Olaman. Uning ichiga solamiz. Ramka-pamkasi bilan solasiz, olib boraman. Kechqurun ichiga sovoraman. Kunduzi ham solsak bo'laveradi. Kunduz sovorsak ham bo'ladi. Sizni qidirib qolmaydimi Shavkatxon aka? Yo'q, qidirmaydi. Mana hozir buni ochib bitta ko'rsatamiz holatini. Bismillah. Bu yangi kirib kelgan ari. Bu o'zi eksportga tayyorlangan ari aslida Rossiyaga. Ko'rsatamiz hozir. Mana suvlari bilan. Chunki uzoq yo'l yuradi bular. Shu yerda endi bitta savolda mana bu suv nega, mana ip jonivorlar nega? Chunki qarang, bu ari 2 hafta kamida Rossiyaga yuradi. Yo'lda chiqmaydi ham, teshik yopiq bo'ladi, hech qayerga chiqa olmaydi. Suvsiydi bular. Ular suv ichadi, arilar ham. Suvsizligida o'ladi. Shuning uchun ipdan mana shu ipdan ozuqa ular oladi. Qarochi bu oddiy suv emas. Oddiy suv. Mana bu ovqati. Yo'l-yo'lakay, borgancha ovqat yeb. Och qolib qolmaslik uchun. Och qolib o'lmaslik uchun. Bo'lmasam o'lib ketadi ekan, necha kungacha chida oladi bular ochlikka? Endi buni o'zining ichida asal ham bor. Qo'shimcha ozuqa bu. Ko'rsataman sizga. Yeyman desa birpas yeb tashlaydimi yo'qmi Shavkatxon aka? Och bo'lsa yeydi. Bir kunda yeb tashlay oladi. Mana asal mana. Asalli ramkamiz bu. Men ham ko'ring. Mashalloh. Ta'timga qo'yishingiz mumkin lekin. Mana ta'tim piyolada bo'lmasa olib yeydigan. Ta'timizga. Mana birinchi mana shunaqa razlashli holatda bo'ladi bu.
Hali yaxshi ishlanmagan asal deyiladi bu. Shavkatxon aka, endi shu o'rinda savol. Hop. Bu asalarichilikni boshlashingizga nima sabab bo'ldi? Qarang, o'zi men ancha yillardan beri shu asalari boqaman deb niyat qilib yurardim. Oila uchun faqat ikkita qilaman bo'ldi. Bolalarim uchun, oilamiz uchun. Biznes haqida Yo'q, umuman o'y bo'lmagan. Keyin nima qarang. Bitta ko'rakda buni. Bu nima deyapti o'zi bu? arlar mehnatda. Hozir bular faqat mehnatda. Mehnatda. Bular dangasasi ham bo'ladimi? Menga o'xshagan ish yoqmaslari? Mana shu sizga o'xshagani. Erkak arlar. Aha. Ular dangasa, ish yoqmas, asalxo'rlar. Ha. Qarang. Shun bilan ikkita asalari oldim o'zim uchun, 2 dona. Keyin ikkini mana shu boqqa qo'yib qo'ydim, bo'ldi. Hech qayerga olib borilmadi ham, u paytda asal chuncha yo'q, hech qanaqa chuncha yo'q. 11 litr asal berdi o'sha. Qo'ygan 2 dona. Bitta yashik, o'linga 2 ta oila. 11 litr asal oldi, keyin qiziqish paydo bo'ldi. Qiziq keyingi yilga ko'paytirildi. Eng muhimi, Allohga shukr, yaxshi ustozlarga uchradim men. To'g'ri. Hamma gap ustozda. Masalan, Chunki hali kirmagan ko'changizda bu. To'g'ri. Bilmayman u. Kirmagan ko'cha. Ustozni yaxshisi bo'lsa, o'rganishingiz tez bo'lar ekan. O'zimizda ham qiziqish bo'lgan. Namanganlik Qobiljon aka degan inson bor. O'sha inson bilan telefonda tanishib, billa asalari qo'yib tog'larga. Bu inson endi arishinosda. Doktor. Nima savollar bo'lsa, berib billalashib, mana Allohga shukr ancha tajribani oshirdik. Hozir necha yil bo'ldi? Mana shu asalarichilik bilan shug'ullanib. Xudo xolasa 8-yil. O'sha voqealar 8 yil oldin. Bo'lgan narsalar. Tak, matematika 16-yillar. Shunaqa. 16-17-yillar boshlangan. Mana bilan hammasi tuxum. Bundan hammasidan ari chiqadi. Ari 21 kunda tuxum qo'yganda 21 kunda chiqadi. Hozir bolalaydigan davrmi yoki bu tinmay bolalayveradimi? Hozir ko'payadigan mahal. Hozir arlarni ko'paytirib olishimiz kerak. Nima uchun deng? Hamma savol beradi. Asal olayotganda shakar berganmisiz deb. Shakar bermaydigan asallarchi bo'lmaydi. Shakar beriladi, sababi bor-da uni. Sababi masalan qarang, bir kunda onari minglab tuxum qo'yadi. Ariga qarab qo'yadi. Ishchi ari ko'p bo'lsa, shuncha ko'proq qo'yadi. Agar siz shakar bermashingiz ham mumkin xohlasangiz, arini qiynab qo'yasiz. Ari bolani boqish uchun qayerdandir guldan olib kelib buni boqqancha vaqt o'tib rivojlanish sekin bo'lib qoladi. Bergan shakarni asalga umuman daxli yo'q. Hamma berilgan shakarlar bu oziqa bolalar uchun, tez rivojlanish uchun. Asal mahal bo'ladi. Shu yozga borib ishchi arilarni ko'paytirib olsangiz, asal yig'adigan paytda bir deganda asal yig'adi, xudo xolasa. Bir marta shunaqa holat bo'lgan. Biz endi toqqa arini qo'ydik. Endi qiziqda, asal yig'yaptimi yo'qmi? Tinmay boramiz. Har 3 kunda boramiz, asal yo'q. Ramkalar qup-quruq bo'lib qolgan. Keyin aytdim, sherikka aytdim, bo'ldi endi. Xudo xolasa bir 10 kundan keyin kelaylik dedim. Chunki tez borayotgandingiz. Tez boryapmiz. 10 kunga sabr yetmadi. 5-6 kundan keyin borsak, ishoning, to'lla ko'tarib bo'lmaydigan darajada. Qarang. Biz masalan men asalari olib kelganimda mahallada kam edi-da, asalarichilar. Keladi, mana qo'shnilarda ham, hamma qo'shnilarda asalarisi bor. Buni mehnatda o'ziga yarasha, lekin deblasa bo'ladi. Negaki bular o'zini ishini o'zi bilib qiladigan-da. Bunga o'sha bir haftada bir marta, 5 kunda bir marta qarasangiz ham bo'ladi. Demoqchi bo'lganim. Men bitta narsaga ko'p e'tibor beraman-da. Asalari hamma boqsin. Nega deng? Asal shifo baxshligini hamma biladi. Hammani uyida asal bo'lsa qanday yaxshi-ku, to'g'rimi? Men asal sotamiz. Asal olgandan keyin hamma ko'p ola olmaydi, chunki qimmat. Hozirgi kunda narxi 250 ming dan sotildi bu. 250 mingdan sotildi, Angrenda qimmatroqda asal baribir. To'g'ri. Olgandan keyin bilasizmi, bolalar kasal bo'lganda, u kasal bo'lganda yeyish kerak emas-ku buni, to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Hammani uyida bo'lsa, agar asalarisi bo'lsa, masalan 10 litrlab olsa, xohlagan payti bolalari xohlagan mahal yesa qanaqa bo'ladi, zo'rmi? Zo'r bo'ladi. Bu antibiotik emas-ku, ko'p yesangiz zarar qiladigan, to'g'rimi? To'g'ri.
Bu tabiiy narsa. Tabiiy mahsulot. Tabiiy mahsulot. Alloh Hozirgi kunda O'zbekiston ham bilasizmi? Tabiiylikka o'tyapti-yu. Hamma narsa asal bilan bog'liq. Nima dori tayyorlasangiz, sedanani maydalaydi, asalga aralashtiradi, oshqozonga deydi. Xuddi o'shunaqa narsada. Dorilarda endi baribir Shavkatjon aka endi shu o'rinda tabiat uchun ham foydali tomonlarni aytib o'tib ketaylik. Asallardan. bitta video bor. Uni endi o'tgan yil olgandim men. Bu daraxtlarda, mevalarda bog' katta-yu. Bu soganini ko'rsangiz-da. Daraxtlar sinadigan darajada solinganda, o'riklar, giloslarda zo'r changlangani uchun. zo'r changlangan albatta. Bo'ldi, shu gapni o'zi yetadi u. Tabiatga foydasi nima? Tabiatga foydasi zo'r. Zo'r. Chaqsa odamga foyda. To'g'ri. Buni Nega biz- chaqishi ham. Chaqishi ham foyda. Chaqishi ham foyda, asali ham foyda, turishi ham foyda. Ana Bittasi aytgandi menga. Ustozda endi u ham. Yosh kattaroq asal oxirgi asallarni foyda keltiradigan narsasi oxirgisi asal degan. Undan tashqari ona suti bor bunda. Propolis bor, gulchangi bor, ko'p narsasida. O'rgangan sari chiqaradi. bu Shavkatxon akani men qishda topganman. Biz uyda asallar qutilari shu yoqdan olib ketilgan. O'shanda menga propolis nimaligini tushuntirganda, keyin yonimga bitta uka kelib qoldi, qo'shnimiz. Keyin yeb o'tirgan ko'rib, hamma biladi-li, asalda uyasi bor-ku. Yo'q, u propolis emas u. Ha. Wow. Chaqdimi? Iltimos chaqma men. U mumi. Ha. Xullas propolis haqida so'radim. Assa biz qidirdik ham, atgani mana matkasi. Qani? Albatta, bitta yashigimizda bitta dona matka bo'ladi. Mana matkasi. Toshnish. Mashalloh, mashalloh. Mana shu Miyasida miyasi. boshqaradigan. Yurak. Yurak. Xonaga bitta barmog'ingizni yana ko'rsatib yuboring. Mana shunisi. Topolmadim. Bu chaqmaydi. Mana. Onari chaqmaydi. Chaqmaydi. Yo'q. Buni vazifasi nima? Asosiy vazifalar. Buni asosiy vazifasi faqat tuxum qo'yadi, bo'ldi. Ko'paytirish uchun bo'ldi. Ovqatlanadi, tuxum qo'yadi, boshqa hech narsa qilmaydi. Tuxum qo'yadi, ketadi, u bilan qaytib ishi bo'lmaydi. Ishi bo'lmaydi umuman. Mana shu ishchi arilar hammasi. Bular o'zini Shu bitta teshikka bir marta tuxum qo'yib ketadi, bo'ldi. Keyin u o'zi Yo'q. qolganlar to'g'ri, xuddi harakat shunaqa. qiladi. Zamancha o'rganyapsiz lekin. Shavkatxonaga buni uyga olib bordik ham deylik. Bunaqa bunga birinchi choralar qanaqa ko'riladi? Qanaqa muhit yaratish kerak bularga? Qarang. Bu arini olib bordingiz, birinchi qo'yadigan joyingizni naqd qilib olishingiz kerak. Bu arini qo'yganingizdan keyin ertasi kun "Ey, bu joy yoqmadi. Men o'nari qo'yib qo'yay" deya olmaysiz. Arini qo'yganingizdan keyin, teshigini ochganingizdan keyin bular uchi bitta territoriyani hammani razvedka qilib oladi. Keyin ertasi kun olib qo'ysangiz, u yana o'sha joyga kelishi mumkin-da. Sursangiz ham agar 1 metr yoqqa, 1 metr bu yoqqa surishingiz mumkin. Shu plyusga Bo'ldi. 1 metr. Buni masalan sizga arini berdim, masalan, mana bilmaydigan odamga. To'rabek, mana shu ari sizga, mana shuni qarab, xudo xolasa asal olasiz deb. Olib borgandan keyin bunga ramka qo'shiladi. Ovqat beriladi ko'payish uchun. Bo'ldi, qiladigan ish shu. Mana oyoqdagi gulchanglarni qarang. Bu arilarning oziqasi bolalarni. Mashalloh, bu daraxtlardan yig'ib olib kelyapti. Gullardan, har xil. Nimadan bo'lsa. Siyoh rang bo'ladi, qizil bo'ladi, har xil. Boya siyoh rangini ko'rdik. Sariq rangdagisi bor ekan, oq rangdagisi bor ekan. Aziz yurtdoshlar, bu mana shular gulchangi. O'zlarini haqiqatdan ham idishlari bor ekanda Shavkatjon aka, to'g'rimi? To'g'ri. Aka, bu o'zi idish mana shunaqa dumaloq o'zi bo'lgan bo'ladimi yoki Yo'q, bular o'zlari bo'rtirib chiqaradi. Biz to'xtang, shoshilib ketmang aka. Mana boshidan 0 yashikdan boshlaylik. Mana nima deydi? bu ramkaga Siz qanaqa boshlaysiz o'zi buni? vashina sotiladi o'zi magazinlarda. Plastinkasi bo'ladi. Plastinkani yopishtirib qo'yiladi. Silliq bo'ladi, ha. Bunaqa dumaloqda o'rni ham bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. O'rni bo'ladi, silliq bo'ladi. Buni olti burchak qilib o'zlari shunaqa bo'rtirib chiqaradi. Hozir mana o'shanaqa qo'yadigan mahal. Qo'ysiz, bir deganda ko'taradi, chunki ish bo'lyapti-da arini. Mana shularda ham shu arilarni o'zlari qilib tashlagan qarang. Hammasini. Shavkatxonaga hozir nechta umumiy yashigimiz bor? Siz bog'ingizda. Yashik ko'p. Masalan, oilalar Bir 200 ga yaqin bor hozir. 100 ga yaqin. 200 ga yaqin oila bor. Bor, ha. Hozir buni misol uchun men qiziqib qoldim, olishim kerak sizdan. Xo'p, Bormi? albatta. Qancha bo'lsa ham chiqarib bera oladigan? Harakat qilamiz. Men har doim o'zimni bo'lmasa gapiraman. ustozlardan so'raymiz. Ha, men pastdan o'zimni so'rayman, chunki kimdir mana shunaqa savol tug'iladi-da kimdadir. Shuning uchun beraman. Misol uchun sizga boshqa payt ham telefon Shavkatxon aka menga ikkita asarlarni bermasangiz bo'lmaydi desam,
Bo'pti ukan deysiz-da. Qarang endi O'ziga yetmasa ham. bitta narsa ko'rsataman. Qarang, men bu yashikda men arini sotdim. Tagida ar qoladi, to'g'rimi? Hammada savol bo'lishi mumkin. Arini sotdingiz, matkasi bir dona bo'ladi debsiz, sotib yubordingiz. Buning ichidan matka qolmadi. Ko'pchilik so'raydi, matkasi bo'lmasa ari uchib ketib qoladimi deydi. Yo'q, ari hech qayerga uchmaydi. Nega? Ular o'zi harakat qiladi boshqa matka chiqarishga. O'zlari. Lekin biz u matkani, o'zidan chiqqan matkani qo'ymaymiz. Sabab? Zot, hamma narsa zot bo'lib ketdi hozir. Ha. Sifatli matkalar qo'yishga harakat qilamiz, chunki bizda hozir Angrendian ustozlar bor, Hamidulla aka degan, chet eldan o'sha karnika karpa zotlarni olib keladilar. U qimmat turadi. $250, $300 turadi arilar, o'sha bir dona ari. Zotli arilar. Pasporti bilan keladi. Undan zot olishadi ular. Bitta g'umbak keladi. Yo'q, g'umbak emas, arini o'zi keladi. Arini o'zi keladi. Arini, bir dona arini o'zi keladi. Shundan zot olishadi. U zotdan biz keyin foydalanamiz. Keyin hozir ko'rsataman. O'sha boya aytdingiz-ku g'umbak deb. O'sha ari bormi haqiqatan hozir? Bor. Bugun o'zi qo'yilgan joy. 0 joyga qo'yilgan. 0 joyga qo'yilgan. Ona yo'q hali. Yo'q, ona kechagida ari sotilgan. Ari sotilgan. Qolgan qizib qo'ying. Shavkatxon aka, mana shu arilarimizga hozir 200 ta oila dedik. Hafta davomida qancha vaqt ajratasiz? Endi asosan ish hozir bahorda bo'ladi. Bahorda ish ko'p bo'ladi. Men o'zi davlat ishida ishlayman. Davlat ishidan o'sha kelganda dam olish vaqtlarimda qarayman. Bunga hozir o'shanaqa olib kelgansiz. Olib kelingan, qo'yilgan bunga hozirda xolasa ko'ramiz. Bismillah. Chiqib ketmabdimi ekan? Yo'q, chiqmabdi. Qarang. Lekin aha, Mana shu zotli g'umbagida olib kelganmiz. Mana bugun qo'yganman, mana qarang. Mana ko'rinyapti. Mo'ylovlari chiqdi. Mo'ylovlari chiqmoqchi bo'lyapti. Mana bu ari yordam bermoqchi bo'lyapti. Ochib yordam beradi. Chiq tezroq deb, ha? Chiqadi. Bu chiqadida mana shu zot sifatli. Hamma narsa zoti bilasiz-ku. Bu yaxshi tuxum qo'yadi, asal yaxshi bo'ladi. Bunda qo'yamiz. zot yaxshi bo'lsa, yaxshi tuxum qo'yadi. Har yaxshi ko'payadi, asalni ham yaxshi yig'adi. Keyingi avlod yana yaxshilanaveradi. Zo'r bo'laveradi. Zo'r bo'laveradi. Shuning uchun hozir hamma so'raydi, matkasi qayerdan olgansiz, o'zidan chiqqanmi deb so'raladi-da. Demak, arilar ham ishchan bo'lar ekanda, ham yaxshi changlatadi, to'g'rimi? Ha, asalarilardek barakali narsa yo'q u. Aka, bular ham juftlashadimi? Juftlashish qanaqa bo'ladi? Bu ana shu joyi, eng qiziq joyi shuda. Siz qanaqa bo'ladi? Qarang, bu ari o'zi ona ari ham chiqadimi ko'chaga degan savollar bo'ladi. Bu hozir ona chiqadi. Bu arilar bilan tanishgandan keyin uchishga osmonga 3 kilometr deb endi kitoblarda yozilgan 3 kilometr tepaga chiqadi, orqasidan erkak arilar ham qo'shilib chiqadi. O'sha yerda juftlashadi. Juftlashadida ari qaytib kiradi. O'zini uyiga kiradi, bo'ldi. Shun bilan ona ari qaytib umuman chiqmaydi tashqariga. Faqat tuxum qo'yadi, unga erkak ari umuman kerak emas boshqa. Bir marta kerak hayot davomida. Boshlanishiga ikkita yashik, ikkita oila olib turib, do ko'riladi-da. Birdaniga buni hozir shunda 20 ta olib biznes qilaman deyish qiyin. Avval uni olib o'rganish kerak, avvalambor. Keyingi yillarga o'zi ko'zi yetib qoladi odam, nechtaga kuchi yetadi. Bitta hamma birinchi ikkita qilaman o'zimga deyiladi, lekin ko'payib ketadi hammaniki. Ko'payib ketadi, to'ppa-to'g'ri. Chunki bu qiziq narsa, keyin asal olib tursangiz, qiziqish yanada oshadi. O'sha eng qiziq joyi o'sha asal olish deganiga. Hozir ko'pchilikda qiynayotgan muammo borda, asalari qishdan chiqmay qoladi deganda. Uni yo'l yo'riqlari bor o'ziga yarasha, lekin siri yo'q. Uni arilarni kuzda qishga yaxshilab tayyorlash kerak. Ovqatlarini berib, dorilarga qarshi hozir tabiat ko'ryapsiz, o'zgargan sari kanalarning ham xillari chiqyapti, kasalliklarning ham xillari bor. Lekin unga qarshi dorilar bor. U qarshi dorini bersak, o'ladi o'lmaydimi? Arilar o'lmaydi, lekin o'sha kanalari o'ladi. Endi bitta narsa, masalan, ari oldimi, biz qo'ldan kelguncha yordam berishga harakat qilamiz. Telefonlarimiz bo'lsa, masalan, telefon qiladi, ko'p telefon qiladiganlar. Masalan, biz bilmasak ustozlardan so'raymiz, shunaqa holat bo'lsa. O'rganamiz degan odamga o'rgatamiz xullas. O'zida qiziqishi bo'lsa bo'ldi. Yaxshilab o'sha yopsa, sizdan asalari, yashiklarini olgan odamlarga tavsiyalar berib boriladi, davom etadi, to'g'rimi? To'g'ri. aka, yashiklari bilan sotib yuborasizmi? Agar misol uchun meni yashigim yo'q, Xo'p, buni oilani olib borib qo'yib qo'yaman. yashikka qo'yasiz, yashikka topamiz. Yashik ham topiladi-a? Topiladi.
Yashiklar narxlari qanchadan topsa bo'ladi? Yashiklarni endi sifatiga qarab, yangi eskiligiga qarab Yangida, hamma yangisiga qiziqadi, eski nima qiladi? 350 ming, 400 ming. O'ldiradigan emas ekan. Ikkitalik, ha? Bitta uchta yashik. Ikkitalik. Bu endi yashikda xohlasangiz mana qarang. 7 xonali qilib bo'lsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana bu 12 ta ramka ketadigan qilib bo'lsangiz bo'ladi. Odamning o'zi xohishiga keyin endi biz arlarni ko'payib ketsa, slabiga solamiz. Shunaqa. Endi kattaroq bo'lsa yaxshiroq. Ikkiga bo'lingan bitta yashikda ikkita oilani solsa maqsadga muvofiq bo'ladi lekin. Bir insonlikka bordim. O'zi ari boqqan ekan, oldin boqqan ekanlar. Ichida ramkalari, yashik bor ekan, ikkita yashik. İşte ramkalar, asalli ramka qolib ketgan, arisi o'lib qolgan. Aytibdi, bolam mana shu yashikni sotib bergan ramkalari bilan dedi. Keyin aytdim, keyin bobo dedi, mana shunga ikkita ari solib beray, undan ko'ra shuni qarang dedim, sotgandan ko'ra. Xo'p dedi, o'zi soyga yaqin turadi. Bilasizmi, ijayukalar, malinalar ko'p. Shunday yaxshi joyda. Bo'ldi dedi. Xullas, unga qishdan chiqqan semyani solib berdim, 4 ta. Unga o'sha asalli ramkalari berib turgan, qo'yib turganlar. Shun bilan asal mahalda chaqiryapti. Bordim. Uni faqat men internetlarda ko'rganman, hayotda ko'rmagan bunaqani. Ikkita yashik, ochsam 22 ta ramka to'llari. To'lla. Boshidan oxirigacha to'lla. Endi asalni ham shunga tasavvur qiling. Zo'r yig'ildi. Endi bu qarang. Bu ari ko'paygan sari bo'linishga harakat qiladi. Bo'linib, ikkiga bo'linib ketishga harakat qiladi. Bu ko'rganmiz multiklarda osilib qoladi-yu. Xuddi o'shunaqa. Uni bo'linmasligi uchun g'umbak tortadi. Ona chiqadigan g'umbak. U bu tuxumlarga o'xshaydigan bo'lmaydi. Boshqacha katta-katta uzun-uzun bo'ladi. O'sha bo'linaman degan mahalda o'sha g'umbaklarni olib turilsa, ari bo'lina olmaydi. O'zidan-o'zi chiqib keta olmaydi. Matkasi ikkita bo'lsa bo'linib chiqadi. Tushundingizmi? Короче, ikkita bosh bo'ldi. Ikkita ona bo'lib qoldi. Ha, yarim askarni oladi, chiqib ketib qoladi. Boshqa uy qidirib o'zlari. Ana daraxtda ko'rganman. Qarang, yovvoyi arilar u Urilib turadi. tog'larda qayerdan kelib qoladi, bilasizmi? Ha, mana shu arilar uchib chiqib ketadi-da, o'sha archalarning qovoyiga kirib, o'zlari yovvoyi bo'lib qoladi keyin. Mana shu arilardan chiqqan. Bunga e'tibor berilmay qolib ketadi, Shavkatxonaga vaqti bo'lmaydi. Ha, u bo'linib chiqadi-da, birinchi marta qo'nadi, uzoqqa ketmaydi, u chiqadi, qochib ketmaydi. Chiqib turib mana shu territoriyaga qo'nadi. Mana shu daraxtlarga qo'nadi. Shavkatxonaga yana 5-10 kun vaqti bo'lmaydi. Yo'q, 5-10 kun emas. U qo'ngandan keyin razvedchiga ari boradi-da, bitta joy qarab keladi. Topadi-da, keyin keladi-da, ketdi deydi, men joy topdim deydi. Bitta bizga o'rin yo'q ekan deydi, ketadi keyin g'izillab. Bo'ldi, keyin tutolmaymiz. O'sha qo'nganda olib turib, boshqa yashikka solsangiz bo'ldi, qoldi o'sha yerda ramkalari bilan. Uchib ketmaydi boshqa yoqqa. O'sha voqea ham bo'lganmi sizda? Juda ko'p bo'ladi bunaqa arilar ko'p. Ikki olmaga bir narsa. Hamma narsa qo'nadi, nima? Endi o'sha sezonda hozir masalan ari ko'p, hammasini ochishga bir xilda imkoniyat bo'lmay qoladi. O'shanda uchi bo'linib chiqib qo'nadi. Uni keyin biz Shavkatxonaga yashiklarni hozir doimiy ishida turadimi, yo'q tog'ga olib chiqib ketish? Ha, bular endi bu hozir bahor bo'lgani uchun shu yerda. Xudo xolasa, Yemish bor, короче. yemish bor-da. Endi biz to'g'risini aytsam, asal olsak ham 2 litr olamizmi, 1 litrmi, 3 litrmi sifatli zo'r asal bo'lish kerak-da. To'g'risi, men o'zim shuni xohlayman-da, kiyigotdan, yaxshi tog'dagi giyohlardan olishni xohlayman-da. Menga sifat eng muhimi. Shuncha aridan kamroq asal bo'lsa ham, lekin sifatli asal bo'lish kerak. Olgandan tomoqda qiradigan yaxshi asaldan bo'lish kerak-da. Asal jinnis, Ha, короче, shunaqa. Asal, masalan uchun, toza asal bilan oddiy asallarni qanday farqlashimiz mumkin? Endi qarang, bir xil aytadi, oqarib qolsa, yo kristallanib qolsa, bu shakar berilgan ekan deydi. Yo'q, u noto'g'ri. Masalan, semichkani, yantoqda asallar tez kristallanadi, tez oppoq bo'lib qotadi. Tog'da asali sal kechroq qotadi. Yana bitta savol keldi. Xo'p. Misol uchun asal turibdi. Vaqt o'tsa nima bo'ladi? 2 yil, 3 yil aynib ketadi, achib ketadi, buzilib qoladi. O'sha kuchayib ketadimi yoki naborot? Qarang, asalga suv tegmash kerak. Suv tegsa, agar ichiga suv tushsa, achiydi u. Agar suv tegmasa, yillab, ming yillab Misrda bilasizmi? Firavnlar paytida asallar topilgan 3000 yillik asallar deydi-yu, turaveradi, hech narsa qilmaydi asalga. Aynamaydi. Kuchaymaydimi? Bir xil bo'ladimi? Endi unisini bilmadim, to'g'risi hozir yolg'on bo'lmasin, kuchayadimi, yo'qmi bilmayman, lekin aynamaydi, sifati buzilmaydi, bu aniq. Qancha vaqt ajratasiz? Masalan uchun bir marta kelganingizda, bir hafta davomida yoki bo'lmasam oy davomida bularning oldiga kelib. Qarang, meni hozir ishim ko'pligi, men arilar sotyapman-da. Hozir so'rab keladi, arini olaman-da, men yashiklarga solib beraveraman. Keyin qolgan ariga matka qo'yaman. Shuning uchun meni sal ishim ko'proq. Chunki ari ko'pda bu yerda.
Ertalabdan kechgacha shu yerda. Yo'q, ertalabdan kechgacha emas. Qancha vaqt? 3-4 soat, 5 soat bo'ladi, 6 soat bo'ladi shunaqa. Ertaga xudo xolasa bularni arilar tuxumga kirib, o'z-o'ziga kelgandan keyin, toqqa chiqqandan keyin bunaqa ish ko'p bo'lmaydi. Borasiz, maza qilgani borasiz. Qani asal yeyaptimi, Tomosha yo'qmi? qilishga. Tomosha qilgani. Dam olib, bunda borasiz, arilar uchyaptimi, o'zi xursand bo'lasiz. Bo'ldi, zo'r ari ishlayapti. Ari teshikka kelibdi, kirib chiqadi-yu, ari ishlatgan bo'ladi o'sha. Qayerdandir nimadir olib kelyapti. O'ziga yarasha gashti bor, tog'da ham. Tog'da вообще zo'r-ku. Mazza qilasiz yerda. Miyalar dam oladi, chiqasiz. Misol uchun, Shavkatjon aka, misol asalarichilikda misol oilalar, bizda asosan kuzatuvchilarimiz dehqonlar. Ekinlarimiz changlatsin, ikkita 3ta yashiga olib qo'ying deb olib boradi-da. Ular qanday chora ko'rish kerak? Misol uchun ular tog'ga olib borishga, 3ta 4ta yashikni olib borishga anaqa yo'q. Qarang, endi bitta narsa aytaman. Kelaveradi-da, savol bergan sari kelaveradi. Bitta meni ukam bor edi, birga ishlaymiz ishxonada. O'zi endi shaharda Kalson tayda hovli joylar bor-ku. Notarius tarafda, o'sha tarafda turadi. Angren shahar. Ha, Angren shaharda, o'shda. Aytdi, aka, men endi boshqa qo'yadigan joyim yo'q debdi. Shaharda o'rtasi. Mana shu yoqqa qo'ysam bo'ladimi? Hovlisi ham kichkina. Dedim, nega bo'lmaydi? Bo'ladi, daraxtlar ko'p, gullar ko'p. Xullas o'sha yoqqa qo'ydi arsini. So'rab turdi orada nimalar qilishim kerak, ramka qo'yishim kerak. Bo'ldi, hammasi borganim yo'q lekin. Telefonda hammasi bo'layotgan narsalar. Qo'yib, keyin bir so'radim, "Nima bo'ldi ukam?" desam, ikkitagina qo'yilgan. 13 litr asal oldim dedi. O'sha yerda turgan joyida. Shaharda o'rtasida. Endi etini hisob. Har masalan bir uchganda 3 kilometr diametrda uchadi. 3 bu yoqqa, 3 bu yoqqa. Masalan, 3 hozir to'g'ri tashlasangiz qancha? 3 ga xullas 3 uchadi, ha. Endi qancha yaqin bo'lsa shuncha tez yig'adi. Shunaqa joyi ham bor. Endi 3 desangiz uzoqdan olib kelsa ariq qiynaladi, charchaydi-yu. Yaqin bo'lsa tezroq bo'ladi. Demoqchi bo'lganim bu joy tanlamaydi. Xudo xolasa Allohim beraman desa, ariga yaxshi qarasa bo'ladi. Demak, joy tanlamaydi, demak. Chunki o'zi men ko'rsak bo'lar ekan. Kitoblarda ham yozilgan, tabiatni qanaqa kelishdi, yaxshi asallar uchun farqi yo'q degan. O'sha tamoyillar bor 5 ta. O'sha narsalarga e'tibor berilsa, asal olasiz, xudo xolasa. Hozirgi kunda nima ozuqalar berilyapti bularga? Hozir endi bunga faqat qiyom suv berasiz. 1 kilo shakarga 1 litr suvda aralashtirib beriladi, u oziqa bolalarni boqish bo'ldi. Boshqa hech narsa uchun emas. Chunki arilarni rivojlanishini tezlashtirish uchun. Agar bunga bermasangiz ham, xohlasangiz bermang. Bermasangiz rivoji sekinlashib ketadi. Chunki arilar hali ishchi arilar kam, qishdan chiqqan-u, ishchi arilar kam. Ishchi arilar borib, bu minglab mayda arilarga oziq olib kelish uchun vaqt yetmay qoladi. Shuning uchun rivojlanish sekinlashib ketadi. Bersiz jonda bo'ladi ovqat, tez rivojlanib, askar arilarni asal mahalgacha ko'paytirib olish maqsad bo'ldi. O'sha asal keladigan mahalda bilib turiladi. U paytda o'sha asal shakar berilmayotgan bo'ladi o'sha. O'zini o'zi keyin eblaydi bular. Bitta voqea esga tushib qoldi. Ayting. Tog'damiz. Biz tarafdagi tog'miz. O'sha yoqdamiz. Bilay, Qo'qondanmi, vodiylik, Andijondan, Namangandan, xullas vodiylik akalar qo'ygan. Ko'p qo'ygan, sizga o'xshab. Ko'rib qoldim. Laboda keldi. Labodan kattaroqda, ikkita isti mashinada, qaror bir 30 qopni shakar tushirdi-da. O'sha yerda meni xullas anovim fikrim o'zgargan narsalar shularga. Men aytdim, bular mashinaga kelgan dedim. Men aytdim, asal, ana shakarni bir narsa qilib asal tayyorlar ekan, aytga chiqib turib bizga 3 litrni 30 mingga sotar ekan degan xayol kelgan edi. Endi o'sha yerda nima voqea bo'lgan? Endi qarang, har xil holat bo'lishi mumkin. Endi men ularda nima bo'lganini bilmayman. Qandolat mahsulotlari uchun ham tayyorlanadigan asallar bor, bilasizlar? Arzon asal. O'sha uni masalan qiyom beriladi, atrabotka qiladi, o'zlari qayta ishlaydi. U narx arzon bo'ladi, qandolat mahsulotlari uchun-da u. Endi u sotish uchun. Qiyomda endi. O'shani lekin asal arilar ishlaydi uni ham. Uni ham aralashtiradi demoqchiman. Chiqib keyin oradan vaqt, bir hafta vaqt o'tdi aka, gapingiz bo'ldi. Uyimizga mashina keldi, bitta Gentra keldi. Keyin shu bilan chiqsam 100 mingga 3 litr asallarni asalni sotaman deyapti-da. Men chiqdimda ataylab qaytdim. 20 mingga bersang olaman dedim. O'zini bankani o'zi qancha turib bilmadim, 9 mingga 10 tursa kerak o'sha paytda. 20 mingga bersang olaman dedi. Risk 50 mingga tushdi. Bo'pti, 30 ming beraman deganim. Bo'pti, tashib ketyapti-da. Qarang, endi bitta narsa aytib, biz ham birinchi asal qilib, asallar boqib o'zimizga yetadigan bo'lib, ortadigan bo'lib qoldi o'zi. Endi baribir sotishni o'ylaysiz. Sotish bo'ladi. Keyin men endi asallar xuddi shunaqa xayol o'tadi. Bizning Jizzaxlarga borganda banka ko'tarib beradi. Biz endi asalni qanaqa sotib, kimga sotaman degan xayollar o'tadi. Lekin toza asalda klienti ko'p.
juda ko'p. Mana qarang, qo'shnimda bor, bu qo'shnimda bor, shogirdlar juda ko'p mahallani o'zida. Hammasi oladi. 50 litr oladi, 40 litr oladi, masalan, meniki ko'proq bo'ladi, lekin dekabrga bo'lmay asal qolmaydi. Xullas toza asalni ko'chasi keng. Hammamiz sig'amiz. Hamma. Shuning uchun men masalan sizga ko'p aytaman-ku, hammani uyida bo'lsin. Maqsad masalan asal sotib emas, hammani uyida bo'lsa, bolalar uchun shoshma, bolam kasal bo'lganda berish kerak emas uni. Polni yesin. Bo'lishidan oldin. Ha, bo'lishdan oldin yesin, uyda tursin hammani. Shu maqsad. Baribir immunitet bo'lgan paytda Chunki masalan raqobat degan narsa bir xil aytadi, hamma joyda asallar chiqib yording-ku, asal kimga sotasan deydigan gaplar bo'ladi. o'sha paytda nima qilamiz keyin? Hamma haqiqatan 36 million aholi hammaning uyida bor. Bo'lsin, zo'r-ku. Keyin siz bilan men qayerga sotamiz? Chet elga sotamiz. To'g'ri. Turkiyaliklar misol uchun mevani ta'minlayapti dunyoni, to'g'rimi? Xitoy o'zini mahsulotlari bilan ta'minlayapti dunyoni. Biz keyin O'zbekistonda asali bo'lib qoladi, haqiqatda, to'g'rimi? Конечно, bo'lsin. Misol uchun Sibirlarda asal Ari juda ko'p. Biz masalan Rossiyalarga eksport mana shu arilar Rossiyaga eksport bo'ladigan arilarda Rossiyadan asal keladi bizga. Mana shu magazinlarimizda bor Rossiyadan kelgan asallarda. Shuncha o'zimizda shuncha asal olinadi, baribir o'sha yerdan demoqchi bo'lganim talab kuchli. ichki bozorda o'zini Talab to'ldirib kuchli. bo'lmaydi. Talab kuchli. Xalq ko'p-ku, ketadi-da qancha bo'lsa ham-da. To'g'ri. Sizlarga maslahatim hammani uyida bor, ikkita emas mayli. Puli yetmasda kimdirdir. Bitta bo'lsin. Bitta bo'lsa yetami? Bitta oilaga. Bo'ladi. Men misol uchun действительно qulpnay qilamiz, shuncha pul ishlaymiz, lekin chiqib turib oyiga 2 litr asal olib kelib yeydigan odam emasman-da. To'g'risida u endi har doim kalanga kelmaydi, asal yeyverish. Haqiqatan uyingda bo'lsa, Maza 20 litr misol. Bitta oilada 20 litr tushadi. O'sha bitta oiladan bo'lmasa ham bitta yashikdan tushishi Bitta mumkin. yashikdan 20 litr. 20 litr emas, 10 litr tushsin. 10 litr tushsin. Shunda tak, oyiga 1 litrdan yeng. O'shanda yeya olasanda, Maza qilib. o'zingda bo'lsa yeya olasan. Beminnat. Ko'zingiz ham to'q bo'ladi-da. Ko'zing ham to'q. Endi buni ham 10 litrda bori, bitta o'tirganda bir piyolani bitta odam yeya olmaydi-da, buni tozasini, to'g'rimi? Qanchasini yeya olasiz? Biz o'sha asal yer, buncha asal ham. Ya, misol uchun bitta odam qancha yerishi mumkin? Misol uchun hali ko'zi och odam. Menga o'xshagandaymi? Endi buni asalni o'zini uncha yeyilmaydi, choyga qo'shib. Shunaqa joylar bor-da. Soatlar, ana shu soatlab davom etaveradi. O'zi biz ustozlar ham shunaqa qilib, biz ustozlarga telefon qilganda shoshmay tur, men bitta ish qilib olay demaganda, biz ham o'shalardan o'rganganmiz. Erinmasdan. Otasiga rahmat. Hamma shundan- ishda ustozni eng hali kecha bitta narsani o'qib qoldim Instagramda. Bitta ishni boshladingmi? To'g'ri ustozga uchrashing sen. To'ppa-to'g'ri. To'g'ri ustoz topa olishing. Ha-da. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Misol uchun Ustozingiz zo'r bo'lsa, siz ham zo'r bo'lasiz-da. to'g'ri. Hali mana bizda ham agronomimiz bor, Abdumalik aka. Misol uchun любой время xohlagan vaqting telefon qilasan. Misol uchun endi bekordan bekor telefon qila olmaysan unga. Shunaqa. Uxlayotganda ham nima qilyapsiz aka demaysan. O'zi ishing kerakmi? Mana shu yerda nimadir qilmoqsan, hozir men tushunmayapman misol uchun. Bir narsa yangilik bo'lib qolgan ichida. Kamchilik, misol qirilib ketyapti, ko'payib ketyapti, nimadir bo'lyapti. Telefon qilsang oladi-da bu ham. Misol uchun biz zahar berishimiz kerak qulpnaylarga yoki oziqa berish. Shuni telefon qilsang, aka shunaqa desak, shunaqa deb resk aytadi-da. Hozir vaqtim yo'q, keyin gaplashamiz dedi. Bunaqa yo'q. Siz ham eng mana shu rivojlanib ketganingiz? Yana gapingizni bo'ldim. Masalan, arini sotdingiz, ko'p bo'ladi. Mana arini sotdingiz, men so'raydi, keyin asal olib ber deydi, borasiz. Olib turib, ularni ko'zda xursandchilik bo'ladi, mazza qilasiz, bo'ldi. To'g'risida, mazza qilasiz, asal. Sizga boshqa narsa kerak emas. Hayratda qoladi-yu. Bu Allohning ishi aslida, lekin o'sha asalni olganda mazza qilgani u boshqacha. Kayf beradi. To'ppa-to'g'ri. Jinnis qarochida, hali o'shandagi zavq kerak-da sizga, to'g'rimi? O'sha asal olgandagi kesib tushirganingizda oqib tushadi. Yo'q, bo'ladi, masalan, u ko'rmagan odam ko'radi-yu uni. Uyda bo'lib shu narsa mazza qilaveradi, voy shunaqami deb. Xursand bo'ladi-yu, o'sha xursandchiligiga yetmaydi lekin, bor-ku. Endi sizlarga u narsa oddiy ish bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Endi ish u, lekin baribir mazza. Asal o'sha narsaga chaqirmasangiz ushib qolamiz aka. Uni обязательно bo'ladi. Tog'ning uchida, u archalar tagida, Xudo xolasa, buloqlarning yonida asal olganimizda bir chaqiramiz. Xudo xolasa. Palatkalarda o'tirib
Inshaalloh o'sha joylarda ham u boshqacha bo'ladi u. nasib qilsa. Baribir tabiat qo'yinda bunaqa огородda emas, u yoqda boshqacha chiqsa kerak. Boshqacha bo'ladi. Chunki ana asalni o'zi bir mazzada Asal olinishini. Aka nega shu o'shanda ko'rganman bunaqa mana shu narsani xuddi mana shuni kiyib olgandi-da, mana shunaqa. Mana shunaqa kiyib olgandi. U payt boshqacha payt bo'ladimi? Arilar chaqadigan payt bo'ladimi yoki hozirmi? Qanaqa mana shu? Nima uchun taqib oladi o'zi bu? Endi aslida shapka kiyish kerak deyiladi masalan. Mana shuni kiyish kerak. Kiyish kerak, lekin men kiymash kerak. Kechki paytlar arilar uchmay turgan paytda ochish tavsiya berilmaydi o'zi salqinda. Sabab O'shanda asabiy bo'ladi-da. Men yozgi kunlarda kun issiqda ari o'zi bilan o'zi ovora bo'ladi. Sizga ish ham bo'lmaydi. Uchadi, yoqqa bu yoqqa boradi, narsa olib keladi, unda tegmaydi ham-da. Mana unaqa paytda salqinda lekin shapka kiyib olsangiz yaxshi. Ishga borasiz. Ko'zni chaqsa ishishi mumkin. Endi bizni ishimay qolgan ancha. shu hozir meni chaqmay yuribdi hozir ari meni. Ancha bo'ldi. Hozir chaqsa qanaqadir og'ritishi mumkin, lekin sizni уже og'ritmay qo'yadi. Og'ritmaydi. O'zi meni bilasizmi, bir Xitoydan arilar kelgandi. Sarqari yo'qib ketdi bu narsa bu. O'sha ari bir chaqdi. Arilar unda yo'q edi. Allergiya berib mazamni qochirdi. Mana keyin mana bu arilar ari boqqandan keyin chaqdi immunitet hosil qilar ekanda, zaharga nisbatan. Tushunasizmi? Boshda meni ham qo'llarim ishardi, yuzlarim ishardi chaqqan. Hozir endi ishmaydi. Vaqt o'tib o'sha ari yana chaqdi meni. Ta'sir qilgani yo'q. Ko'rdingizmi? Bu masala immunitet bor. O'zi bor. To'g'ri. Koronavirus paytini eslang. Asalarichilar trendda bo'ldi-yu, ari eshitmabman. Asa ari koronavirus bo'lmadi, ari boqqanlar chunki zaharga nisbatan immunitet hosil qiladi-da, ham ko'p chaqadi-yu. Aka gripp bo'lib turasizmi? Bo'lmaymiz, xudoga shukr. Bo'lmaysizmi? Endi o'zimiz ham ehtiyot qilamiz, avvalambor. Lekin baribir bu narsalar, kasalliklar ham mana shu Endi hozir borda, hozir hamma narsa ko'p bilayotgan bo'lsa, Shavkatxon aka, video ostiga siz nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Xohlasa aloqaga chiqishadi. Mana shunday yashiklar bo'lsa, iloji bo'lsa dastavkalari ham bor. Ichida kelishiladi-da endi. kelishiladi albatta. Sotuv qachongacha davom etadi? Oilalar. Mana shu mayda boshlarigacha. undan keyin to'xtaydi. Yo'q, bo'laveradi. Yozda ham bo'laveradimi? Yozda bo'lmaydi. Chunki yozda asal mahal bo'ladi, asali bilan turgan bo'ladi-yu. Keyin sal jalkada. Asali bilan berish. Lekin nozik insonlar bo'ladi, shunaqa telefon qilib boqqim kelyapti. Kimdirdan eshitgan bo'ladi, lekin beriladi baribir. Endi ular ko'p olmaydi, o'zi uchun qiziqish uchun bitta ikkita bo'ladi, beriladi. Kinach. Ozgina kuli bilan, tuzi bilan keladi. Ko'nglini qoldirmaysiz, yo'q deb. To'g'ri. Boqaman deb turgan odamga berish kerak. Shunaqa. Astoydil o'zi masalan o'rganaman degan odamga biz qo'ldan kelguncha yordam beramiz. O'rganaman men shu asallarni boqaman, masalan qiziqaman shu narsaga desa, bo'ldi. Xohlagan vaqt telefon qilsa, qo'ldan kelguncha yordam berishga harakat qilamiz. Shavkatxon aka, hozir so'ragan obunachilarimizga qanaqa holatda yetkazib beriladi yashiklarimiz? Qarang. Hozir masalan ramkalarda 2 ga 1, 3 ga 1 degan joylari bo'ladi. 3 ta tuxumlik, 2 ta tuxumlik. Shunaqa holatda 3 ta ramkasi bilan, mana shu 3 ta ramka, 4 ta ramkasi bilan yashikka solingan holatda bo'ladi. Endi bitta narsani qarang. Hamma narsa birinchi yil qilganingizda rasxod bo'ladi-da. Yashik sotib olasiz, ari sotib olasiz, ramkalar olinadi. Xudo xolasa, Alloh nasib qilib yana yilga arilar qishdan o'lmay chiqsa, yana yil umuman rasxod bo'lmaydi. Yashigingiz bo'ladi olingan. Bu yashik endi sizga ko'p yillar xizmat qiladi. Arilar mana shu qishdan xudo xolasa bu ari chiqsa, bitta arini 2 taga, 3 taga ko'paytirsa bo'ladi. Bo'linadi. Keyingi yilga rasxod bo'lmaydi. Birinchi yil endi olganingizda rasxod bo'ladi. Keyingi yilga bez rasxod xudo xolasa asallarda olinaveradi. Xudo xolasa. Hozir bitta yashigimizda 2 ta, 3 ta oilagacha saqlashimiz mumkin, to'g'rimi? To'g'ri. Aziz yurtdoshlar, buni qishda o'ldirmay saqlashni qanaqa choralar ko'rish kerak o'ldirmaslik uchun-da? Hozir endi asosiy vazifa shu o'zi. Asalni olgandan keyin bizda baribir sal qilgan rasxodlarim chiqdi degan holat bo'ladi-da. Asalni olgandan keyin ariguncha qaralmay qo'yiladi, bilasizmi? Ko'pchilikda bo'ladi bu narsa. Asalni olgandan keyin arilarga qishlov uchun buni ovqatni olib qo'yibmiz biz. Shirin suv berishimiz kerak. Sababi bor. Masalan, semchkaga qo'yishi mumkin bir xillar. Yantoqlarga qo'yilishi mumkin. U asallar nisbatan qattiq bo'ladi. Qishda o'shani ochib yeyolmay qoladigan holatlar bo'ladi. Chunki arilar qishda kam harakat bo'ladi-da. Eqa-beqa bunaqa chopib yurmaydi, bitta joyda klub joyda qoladi. Sekin eqa-beqa yuradi.
agar asal qattiq bo'lsa, o'sha semchkan asal bo'lsa, uni ochib yeyolmay o'lib qoladigan holat bo'ladi. Shuning uchun asalni olgandan keyin masalan avgust oylaridan boshlab qishga tayyorgarlikni boshlash kerak. Dorilash endi bo'laveradi mavsumiy. O'sha yozda ham, kuzda endi avjida yaxshilab dorilash kerak. Buni masalan qishdan chiqaradigan hech qanaqa sir yo'q arni. Hech qanaqa dorisiga yaxshilab qaralsa, ovqati bo'lsa, xudo xolasa o'lmaydi. Bitta yashingizda necha kilogacha? Eng pastini aytaylik, qanchagacha asal olishimiz mumkin? Bitta oiladan 5 litr olasiz, xudo xolasa. Bitta oiladan. Balki undan ham ko'p bo'ladi. Endi ko'p deb odamni ishontirib qo'yish yomon-da. Chunki Shavkatxon aka misol uchun men o'zim ham qiziqib qoldim-da. Gapni ochig'i o'zimiz sotib olishga ham misol uchun qunt qilmaymiz. Agar yashik doimiy o'zingizda bo'lsa, asalni o'zingizga olasiz. O'zingizda doimiy yeb turganingizdan keyin immunitet hosil bo'ladi-da. To'g'ri-da. Farzandlaringiz kasal bo'lmaydi. Doimiy ozuqa. Hamma narsaga misol uchun siz aytganingizdek, boyagidek asal aralashtirib yesangiz, immunitet kuchli bo'ladi. Kasal bo'lish holatlari kamayadi. Kamayadi. Har tomonlama ham bog'ingizdagi mevalar ham zo'r meva beradi, aziz yurtdoshlar. Qarang, masalan, endi hamma narsani o'ziga yarasha gashti bor-ku. Ishdan charchab kelganda mana shu narsalar qarang, arlarni mana shunda ko'rib, ramkalarda olib, asal yiqqanmi, yo'qmi? Endi siz o'rganuvchilar baribir uyda qo'yadi uni. Toqqa olib bormaydi birinchidan. Uni tog'mi, uymi, baribir asal bo'laveradi. Bir xil masalan toqqa olib borish kerak degan fikr bo'ladi. Yo'q, tog'dagi toqqa olib borishdan maqsad tog'da giyohlar bo'ladi. Shuni hisobiga sifatini oshirish uchun asalni, lekin bog'da ham yaxshi asal olishimiz mumkin. Zo'r asal olish ham mumkin. Shunaqa sizga katta rahmat. Salomat bo'lasiz ham. Shunaqa sizga o'xshagan asalarichilar 8 yildan keyin ko'payib ketsin. Mana shu videoyimizdan keyin Afishda ko'payib ketdi. bizga ham ozgina tiyib turadi. Savobi. Asal kerak emas. Asal ham keladi. Shunaqa ko'paytirib, sizlar ham Shavkatxon akaga o'xshab mana shunday nechta hozir 400 tami, 200 tami dedingizmi? Like bosib qo'ying. Shuncha ko'rdingiz, shuncha ma'lumot berdi, to'g'rimi ekan? Like bosib qo'ysinmi? Albatta. Like'larda ayamanglar. Ayamang. Aziz obunachilar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa kelgusi videolarda ko'rishguncha charchamanglar.